Assalomu alaykum aziz obunachilar. Navbatdagi konteyner materialidan bo'lgan namunali kottejimizni darvozaxonasini yopish jarayoni. Bu joyimiz 8 ga 16 metr bo'lgan joyi konteyner profilidan yopildi. Har qanday o'lchamdagi zdaniyalar, molxonalar, to'yxonalar, skalatlar, naveslar yo'q berish xizmatlarimiz mavjud. Xizmatimiz butun O'zbekiston bo'ylab. Kimda qiziqtirgan savollar bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaveradi. Xizmatimiz butun O'zbekiston bo'ylab. Bu joyimizga keladigan bo'lsak, kottejda darvozaxonasi firmamiz oralig'i 120 sm dan 3 dona xori tashlangan, ko'rishlaringiz mumkin. Rekani orasi esa 65 sm dan. Ustagalarimiz mana tuniki yopishga tayyor bo'ldi. Bu joyimiz Andijon viloyati Asaka tumanida bo'lyapti, Fayzobodda. Ko'rishlaringiz mumkin. Konteyner profiliga keladigan bo'lsak, konteyner profili mana bu holatda bo'ladi ko'rinishi. Uzunligi 2.30, 2.60 holatida bo'ladi. Ko'rishlaringiz mumkin mana. Bu bir-biriga yopishib firma holatida tayyor bo'ladi. Mana ko'rishlaringiz mumkin. 7 dona firma tushadi, 3 qator sarrob tushadi. Sarrobimiz 40 ga 25 bo'ladi. 4 talik bo'ladi sarrobimiz, 4 ta. Mana ko'rishlaringiz mumkin, mana shu sarrob 4 talik deyiladi. Tepadan ko'rinishini hozir ko'rsatamiz sizlarga. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Kottej darvozaxonasi. Nomerimizga keladigan bo'lsak 88 lik 835 35 04. Kottej darvozaxonasini yo'q berish xizmatlari 30 milliondan 32 million so'mgacha bo'lyapti. 33 million so'mgacha ustunlari bo'ladigan bo'lsa, sharoitga qarab kelishaveramiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.